Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Wednesday, September 11th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is Lesson 71. And the topic of today's lesson is He is awful. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, awful. Awful. Number 2, answer. Answer. Number 3, is like. Is like. Number 4, time. Time. Number 5, yesterday. Yesterday. Number 6, before. Before. Number 7, boss. Boss. Number 8, say. Say. Number 9, speak. Speak. Number 10, then. Then. Number 11, arrive. Arrive. Number 12, again. Again. Number 13, telephone. Telephone. Number 14, call. Call. Xo'sh, savoldoshlar, yuqorqilar so'zlarning o'qilish ahvoli. Endi biz so'zlarning ma'nosi bilan tanishib chiqsak, qarang. Number 1, awful degan aski nachar degan gap bo'ldi. Masalan, odamga qartilibmi, odamga ishlatildi. Masalan, he is awful desak, bir action ko'rsatib turib, u nachar deganimiz bo'ldi. Adamning o'shligini kaguzdigan darajada aski nachar demakchi. Okay? Masalan, havoga ishlatamiz, the weather is awful deb. Okay? Number 2, answer. Bu ism bo'lib kelganda javob degan gap. Masalan, fail bo'lib kelganda-chu, javob berish degan ma'nosi bor. Masalan, answer my question desak, mening savolimga javob ber degan gap bo'ldi. Okay? Number 3, is like. Bu is like degan savoldoshlarga tunish bir so'z birikmasi. Bo'libmi savol jumlalarida kelib, masalan, bundan narsa qandaroq degan yerdagi shu qandaroq degan bir ma'nosi bor. Masalan, what bilan qo'shilib keladi albatta. Masalan, what is the weather like in spring desak nima bo'ldi? Aytyazdiki, havo qandaroq degan bo'ldi. Ya'ni mishadiki what is the weather like degan jumladagi is like degan amaliyotda shu what bilan qo'shilib undaq qandaroq degan ma'noni oldi demakchi. Bu yerda havo qandaroq deb keladi demakchi. What is the weather like deb kelsa. Albatta BPL miyadamda is go BPL bilan birga kelish kerak ma like. Okay? BPL ga birga kelib yandash emas endi is bilan like ni o'tirsa bir so'z keladi go masalan what is the weather like yoki bir action ko'rsatib turib what is he like desak u qandaroq degan bo'ladi go masalan havo qandaroq u qandaroq degan yerlar ishlatildi demakchi-ku. Ammo like degan so'z o'zi ayrim kelsa nima bo'ldi? Amroq bo'lish, yaxshi ko'rish degan ma'nosi bor, buni bilamiz, ha. Abay degandaki falon narsa qandaroq degan jumlada kelish uchun ashada demakchi qandaroq degan ma'no anglatish uchun qanday like is bilan birga kelish kerak demakchi. Mushuni esimiz tutib olsak ham bo'ladi. Okay? Is like bo'lib kelsa shu bo'libmi? Savol jumlalarda what is bizning like deb kelsa qanday falan narsa qandaroq degan ma'no oldi demakchi. Okay? Number 4, time. Savoldoshlarga ma'lum time degan vaqt degan gap. Masalan, soat qartildi-ku. Masalan, what time is it desak nima bo'ladi? Soat qancha bo'ldi degan gap bu. Ha. Demak, bu yerda vaqt, soat degan ma'nolar bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimizda oladigan ma'nosi qitim. Masalan, bir qitim, ikki qitim deymiz-ku. Masalan, bu qitim, ikki qitim. Ha, shularni keldigan qitim. Masalan, this time bo'lsa bu qitim bo'ldi. Next time bo'lsa ikki qitim bo'ladi. Masalan, one time degan bir qitim, two times bo'lsa ikki qitim bo'ladi demakchi. Okay? Number 5, yesterday. Tunugun degan gap. Okay? Bugungi darsimizda amaliyotda nurg'unlagan shu vaqtga munosabatli so'zlarni o'rganamiz. Yesterday degan qanday? Tunugun. Number 6, before degan oldida degan gap.
aldidagi masalan inglizchada o'lishgun deganni qanday the day before yesterday deb oladi. Yani 4 tane söz bilan ifodalandi. Shunga qaraganda Uyg'ur tilimi ajoyib ishlatilgan bizning o'ttirib. Bir so'z bilan demakchi o'lishgun degan bir so'z bilan o'lishgunni ifodalagan bo'lsak, ingliz tilida o'lishgun deyish uchun qanday 4 so'zni ishlatilgan. The day before yesterday deb. Tushunishlikmi? Okay? Demişlerki before degani oldidagi degan gap. Ya'ni before yesterday degani shu tunigunning oldidagi demakchi-ku. Ya'ni oldidagi tunigunning degandek. Okay? Xo'sh, before degan oldidagi degandek ma'nosi bor. Yoki ilgari degandek. Shu ashtam ma'nolari bor demakchi. Number 7, boss. Boss degan xo'jayin degan gap. My boss, your boss, mening xo'jayinim, sening xo'jayining degandek. Okay? Number 8, say. Bu deyish. Masalan, say my name desak nima bo'ldi? Qarshi tarafga ashunda desak, masalan, say my name desak, bir odamga degan ma'nosi bor. Mening ismim degana degan gap. Say. Okay? Anan keyin masalan, konu bir darsda yodingizda bor. Say a deb doktor Jimiga og'zini ochtirganda ashla degandi. A degana deb. O'sha say degani demakchi deyish. Okay? Ma'lum bu sayni deyish deganni o'rganib bo'lgan nima bu bugungi darsda yana bu yangi so'zlarning tizimli qilib qo'ydingiz desangiz, buning sababini hali bilasiz. Okay? Ups, aldirab o'tib ketib qoldi keyingi ekranga. Demakchi sayni garchi o'rganib bo'lgan bo'lsa ham bugun yana qaytalaydi ekanmiz. Alayda qaytilishimizning sababi hozir deb birma. Number 9, speak. Bu so'zlash degan gap. Masalan, speak English degan ingliz til so'zlar degan gap bor. Okay? Siz bilasiz hozir nurg'un gaplarni deyalaysiz. Masalan, I can speak English degan gap. Men inglizcha so'zlay olaman degan gap. Agar qarshi tarafdan so'ramoqchi bo'lsak, siz ingliz so'zlay olamsiz demoqchi bo'lsak qanday? Can you speak English? Okay? Bularni hozir bilib bo'ldingiz demoqchi bu. Endi speak degan hamda so'zlash. Ma'lum bir tilni so'zlash yoki ma'lum birsiga so'zlash degandir-ku. Masalan, bir odamga speak to me desak nima bo'ldi? Menga so'zla degan bo'ldi. Menga gap qil degandir-ku. Okay? Number 10, then. Then degan undan, undan keyin degan ma'nosi bor. Masalan, jumlaning beshida kelib, masalan, oldidagi jumladagi o'y fikrning keyiniga ulaplam yana bir o'y fikrni demoqchi bo'lsak, masalan, undamda bo'ldi. Undan undamda bo'ldi degan yerda ishlatildi demoqchi-ku. Undan shundan keyin degandek ma'nosi bor. Then'ninki. Number 11, arrive. Bu yetib kelish degan gap. Masalan, arrive home bo'lsa uyga yetib kelish bo'ladi. Okay? Bir darsda yodingizda bor. Dadisi qizg'inim deganda, baldur yetib keling desa, nima demakchi soat manchidan keyin kelmang, manchidan keyin yetib kelmang, manchidan burun yetib keling degan yerlarga ishlatgan demakchi-ku, arrive. Okay? Number 12, again, yana bir qatim degan gap bu. Okay? Masalan, come again desak yana bir qatim keling degan gap. Say again degan yana bir qatim down degandek-ku. Okay? Yana bir qatim. Number 13, telephone. Bu savodoshlarga ma'lum ism bo'lib kelganda telefon degan ma'nosi bor. Fe'l bo'lib kelganda telefon qilish, telefon urish degan ma'nosi bor. Okay? Telefon. Ikki xil kelgan, birisi ism bo'lib kelgan, yana birisi fe'l bo'lib kelgan jumlalarda. Number 14, call. Call degani amaliyotda shu telefon berish degan ma'nosi bor. Chaqirishdan boshqa, telefon berish degan ma'nosi bilan uygun bo'lgan amaliyotda biz miyada atoydan ikkisini selishtirishlik maqsad mas'ul tarafdagi yana 13-so'z telefon degan angliyacha deyilishi. Ya'ni menga telefon qil degan Angliyada qanday? Angliyaliklar demakchi telefon me deydi masalan. Menga erta telefon qil deganda telefon me tomorrow degandek. Okay? Qo'shimda bo'lsa telefon degan Angliyaliklarning telefon berish degan yerga ishlatiladigan so'z ekan. Amerikaliklarchi Amerikaliklar telefon me deb o'tmaydi. Call me deb 14-so'z call ni ishlatadi. Okay? Telefon berish. Ya'ni call me tomorrow degan erta menga telefon ber degan gap. Okay? Demakchi telefonga yondashtirib callni alayda tushuntirishga maqsadmi shu. Ya'ni angliyacha masalan I telephone masalan you telephone me desak sen menga telefon ber degan gap. I telephone you degan men senga telefon beray degandek-ku. Uni Amerikaliklar desa qanday?
I telephone you yoki you telephone me deb o'tlamaydi. I call you yoki you call me deb bunda deydi demakchi. Okay? Xo'sh, shundan so'ng yuqorqilari so'zlarning ma'nolari savoldoshlar. Endi biz tez bu darsning temasiga bir qarab olsak, darsning temasi nima ekan? Lesson 71 ning temasi he is awful deydi. Undash belgisidan chiqib turdi. Urg'uluq deydi ekanmiz. He is awful deb. Ma'nosi u shunchalik nachar degandekchu. U bek nachar deb. Bu yerda garchi back degan ma'noni bildiradigan very degan so'z bo'lmasimi qandoq? Shu awful degan shu bek nachar degan ma'noni bildirdi demakchi. Okay? Bo'libmi urg'uluq desak, miyada u shuncha u bek nachar odamning o'shligini kelgizadigan holatda bir xil nachar degandekchu. Okay? Xo'sh, darsning temasi shundoq ekan. Buningdan bir narsani tushundik. Bir aksiyning farqini qildi ekanda bu darsda. Okay? Xo'sh, unda biz darsimizning dialogini o'rganishdan burun, shu dialogni o'rganib bo'lib, javob berishga tegishli savolning o'zini bir ko'rib deylik qarang. Conversationning savoli nima ekan bu yerda? How did Pauline answer the telephone at 9 o'clock deydi. How'ni bilamiz, qandoq degan gap. Did bilan hozir chiqaringiz bo'lmay tursin. Faqatla yordam fe'l do'ning o'tgan zaman shakli deb bilib turing hozircha, oddiy qilib. Do degan hozirgi zamonda ishlatiladigan oddiy hozirgi zamonda ishlatiladigan yordam fe'l bo'lgan bo'lsa, shuning o'tgan zaman shakli qandoq do'ning did bo'ladi deb tushunib turaylik hozircha. Demakchi bu gapdan bu o'tgan zaman diki bir jumla ekan. O'tgan zaman ma'nosini bildiradigan jumla ekan. Hozircha shunchalik bilib turaylik. Ya'ni yordamchi fe'lni mayli hozirgi zamonda bo'lsin, mayli o'tgan zamonda bo'lsin tarjima qilmaymiz. Yordamchi fe'l degan so'zdan chiqib turdi. Fe'lning yordamchisi, ya'ni fe'l qaysi bu jumladagi answer, ya'ni javob berish, ha? Shu answer degan fe'l uchun xizmat qiladigan fe'l bu yordamchi fe'l degan. Unda bo'lsa hozir tushunimiz qolgan tafsilotni hozircha tushunishga bilib turaylik, qarang. How, ya'ni boshdan kelsak, qandoq Pauline degan bir ayolning ismi deylik. Okay? Pauline qandoq biznim qildi degandek bir gap ekan bu. Answer dedi, javob berish. Shundan so'ng Pauline qandoq javob berdi degan ma'no bildirgan bu. Didden bu jumlaning o'tgan zamonlarga chiqib turdi deb. Unda olsa qandoq javob bergan edi deb unda o'tgan zaman talaffuzda yoki o'tgan zaman furuqida ishla olamiz-ku. Unda olsa Pauline qandoq javob bergan edi degan gapga ma qismga mishagicha jumlaning ma'nosi. Nimaga qanday javob bergan edi? Ups, kechiringlar, endi ekran sakrablam o'tib ketib qoldi. Qo'lim tekitib qoldi. Pauline qanday javob berdi? Nimaga demakchi? The telephone dedi. The telephone degan gap bu. Telefonga degan gap. Telefonga qanday javob berdi degan gap ekan. Qachon? At 9 o'clock, soat 9da dedi. Bundan so'ng Pauline soat 9da telefonga qanday javob bergan degandek bir savol, bir gapgan bu, ha? Okay? Pauline telefonda Pauline soat 9da telefonga qanday javob bergan edi degan gapgan. Okay? Mushunchalik bilaylik, xo'sh, unda olsa Pauline'ning telefonga javob beradigan bir nimasi ekan bu. Bir dars ekan, shu to'g'risidagi bir dialog ekan deylik. Xo'sh, shunda olsa bu zodi qanday gap bu? Pauline telefonga qanday javob berdi? Okay, tafsilotni ko'rib boqaylik, qarang. Lesson 71. He is awful. U shunchalik nachar deydi, odamning o'shligini kelgizdigan. Okay? Savol abay savol shu, mana how did Pauline answer the telephone at 9 o'clock? Pauline soat 9da telefonga qanday javob berdi degan gap. Mushu savolni esimizda tutib, bizda olsa dialogni ko'rib boqaylik, qarang. Men ayish bir qatim o'qiydigan bo'lganmiz, ha. Jane bunda deb so'radi Pauline'dan, qarang. What's Ron Marston like, Pauline? Yana bir qatim, ha. What's Ron Marston like, Pauline? Deb so'rsa, Pauline bunda javob berdi. He's awful dedi. He's awful. Look, he telephoned me 4 times yesterday.
He telephoned me 4 times yesterday and 3 times the day before yesterday. And 3 times the day before yesterday. Qarşınız 4 quruğu verilgen uzun bir cümle ameliyatı bu. Baştan yen bir qatım bir tınıqda oquyla qarang. He telephoned me 4 times yesterday and 3 times the day before yesterday. Okay? That bulab munada Pauline yana Pauline'nin gepken qarang. He telephoned the office yesterday morning and yesterday afternoon. Yana bir qatam. He telephoned the office yesterday morning and yesterday afternoon. That bulab, my boss answered the telephone. My boss answered the telephone. Desa Jane nimdedo? What did your boss say to him? What did your boss say to him? Deb sorsa Pauline nim deb javob berdi. He said, Pauline is typing letters. He said, Pauline is typing letters. She can't speak to you now. She can't speak to you now. Then I arrived home at 6 o'clock yesterday evening. Then I arrived home at 6 o'clock yesterday evening. He telephoned again. He telephoned again. But I didn't answer the phone. But I didn't answer the phone. Jane qopib, did he telephone again last night? Did he telephone again last night? Desa Pauline dedi, yes, he did. Yes, he did. He telephoned at 9 o'clock. He telephoned at 9 o'clock. Desa Jane deb so'raydi. What did you say to him? What did you say to him? Desa Pauline qopib, I said, this is Pauline's mother. I said, this is Pauline's mother. Please don't telephone my daughter again.
Please don't telephone my daughter again. Desa Jane qo'pib, did he telephone again? Did he telephone again? Desa Pauline dedi, no, he didn't. No, he didn't dedi. Xo'sh, unda sog'doshlar, bu yuqorqisi dialogninki o'qilish ahvoli endi biz ma'nolarini tushunib boqaylik qarang. Bu ma'nolarini tushunish jarayonida bugun yamanjiq narsalarni o'rganib ketamiz sog'doshlar. Bu bir cho'ng burilish nuqtasi amaliyot bizning ingliz tili o'rganish musobaqamizdagi. Okay? Xo'sh, unda amaliy gap kelsak, Jane nima deb boshladi dialogni qarang. What's Ron Marston like, Pauline? deb boshladi. Aşağıdaki what'ning keyindeki peş asli is deb bilimiz sağoldaşlar. Andan keyin Ron Marston'dan keyinki like bilen aşağı is ikisi qandaq ma'no oladi bir jumlada kelib, masalan what's bizim like degan nima ma'no oladi ya. Falan narsa qandaroq degan ma'no oladi. Mishalki Ron Marston degan nima bir erning ismi amaliyotda. Demakchi Ron Marston qandaroq Pauline degan gap. Pauline degan qarshi tarafning ismi o, shu qarshi tarafning ismini chaqirib turib degan gap bu. Ya'ni Ron Marston qandaroq Pauline deydi. Desa Pauline nima deb javob berdi? He is awful. U bek nachar deydi. U shunchalik nachar, okay? Deb olsak bo'ldi. Deb bo'lib, he telephoned me 4 times yesterday and 3 times the day before yesterday deydi. Savodoshlarga aniq bilinib turibdiki, he telephoned me 4 times yesterday and 3 times the day before yesterday degan jumladagi igining keyiniga agishib kelayotgan telephoned degan so'z nihoyatda aniq bilinib turibdiki, unda deb o'rganmagan biz obiyam. Do'stlarga ichib tushundiray. Obiyam biz nima deb o'rgangan bo'lsak, telefon deb o'rgangan. Keyiniga d harfi qo'shilmagan de. Bu zodi nima ahvol? Buning sirini hozir yeyishimiz qarang. Buning siri mundaq. Ingliz tilida fe'llarninki oldingi darsda ozroq uchinchi qilib qo'ydim bu gapning amaliyotda. Fe'llarninki o'tgan zaman shakli deydigan bir shakli bor. Bundan keyin hamda har qanday bir fe'lni o'rgansak, shu fe'lninki asl shakli bilan o'tgan zaman shaklini qo'shib o'rganamiz dedim-ku. Albatta bu gapning to'liq nusxasi emas. Undan o'tgan zaman shaklidan boshqa yana bir shakl bor. Uni shu vaqt kelgan deymiz, hozir devasak qo'qab ketasiz. Hozircha okay. Har qanday bir fe'lni o'rganganda, xo'sh, shu fe'lning asl shakli, masalan, mishada telefon degan fe'lning asl shakli. Asl shakl deganimiz hozirgi oddiy zamonga ishlatilgan shakli. Okay? Masalan, please telephone me desa qandaq, menga telefon ber degan gap. Bu bir hozirgi oddiy zamonda ifodalangan jumla. Okay? Demakchi, mishalga telefon deb asli shaklda kelyapti. Unda o'tgan zaman qanday ishlatamiz? Shu telefon degan fe'lni o'tgan zaman shakliga o'zgartirib ishlatamiz. Qanday o'zgartirganmiz o'zingiz ko'ryapsiz ana. Telefonning keyiniga d harfini qo'shib qo'ysak, o'tgan zaman shakliga o'zgaradi. Bu gapning ma'nosi men uningga telefon bergandim degan gapni nima deyotganmiz? O'tgan zamonda ifodalangan bir jumla. Tushunyapsiz-a? Men uningga telefon bergandim degan o'tganda bo'lgan bir ish ekanligi chiqib turdi-ku bu gapdan, ha? Okay? I telephoned him degan deb ifodalaymiz demak. I telephoned him deganimiz qisqasi men uningga telefon bergandim degan gap. Okay? Xo'sh, shunda olsa, fe'llarning o'tgan zaman shakli degan bir narsa hozir tunishdik. Amaliyotda tunish bo'lgan, lekin hozir rasmiy holda, rasmiy turda bir qatim o'zimiz ko'rdik mana hozir ishlatilishini. Ya'ni men uningga telefon berdim degan jumla shu o'tgan zamondagi, oddiy zamondagi bir jumla. Hamda vaqtini aniq desak, texmi aniq bo'lib ketadi. Masalan, yesterday desak, bu haqiqatan o'tgan oddiy zamonda ifodalangan jumla deb vaqtga qarab texmi jazmlashtiramiz-ku. Amaliyotda vaqt bo'lishining hojatimi yo'q, ha? Gapdan chiqib turdi abiyam. I telephoned him desak qanda, men unga telefon bergandim degan gap bilan chiqdi-da. O'tgan zamonda bo'lgan bir ishni da'vatdi deb. Okay? Ya'ni o'tgan zamonda, ya'ni hozirdan burun demakchi telefon qilibdi deb tushunamiz-ku, anglasak bu gapni. Ammo yesterday degan
vaqtni bildiradigan tunugin degan so'z kelsa texmini qo'yib ketadi bu jumlaning o'tgan zamondagi bir jumla ekanligi. Okay? O'tgan zaman ma'nosida bir jumla ekanligi. Xo'sh, unda bo'lsa he telephoned me nima deb tushundik ekanmiz? Uni telefon bergan deb tushunamiz. Xo'sh, 4 times 4 qatim yesterday degan tunugin degan gap. Ular bu jumlani to'liq tushunsa qanday oldi ekanmiz? Bu tunugin mana 4 qatim telefon berganda yoki telefon berdi desak bo'ladi. Okay? Baribir bu tunugin bo'lgandan keyin chiqib turdi gapdan. 4 qatim telefon berdi desak, okay, o'tgan zamondagi bir jumlani avdi, o'tgan zamonda bir yuz bergan ish harakatini avdi. Okay? Kim tushunishib qo'ya? He telephoned me 4 times yesterday degan gapgan, u tunugin mana 4 qatim telefon berdi degan gap. Deb bo'lib, and shundaqla degan gap ku. 3 times ushqatim the day before yesterday. Men the day before yesterday na deyam before degan so'zni so'zlaganda degandim yodingizda bo'lsa. Oldidagi deb. Before yesterday degan shu tunugunning oldidagi degan gap. Uni oldidagi the day degan shu kuni. Ya'ni tunugunning oldidagi shu kuni degan gap amaliyotda ulishkun degan gap qo'y. Degandim ku obiyam. Ulishkunni inglizcha 4 so'z bilan ifodalaydi deb. Nahmu shu gap shu. The day before yesterday degan ulishkun degan gap. Unda bo'lsa bu 4 qurg'i berilgan bu bir murakkab jumlani, uzun jumlani nima deb tushundik boshdan oyoq debatsak, u tunugun menga 4 qatim telefon berdi. Shundaqla ulishkun 3 qatim telefon berganda deb tushunamiz mana. Gapni tushunishdikmi? Demakchi, nayt bu dishqoq birsiga yo'liqibdi-da. Tunugun 4 qatim, ulishkun 3 qatim telefon berdi demakchi bu. Okay? Shunga u baknacha deb boshlabdi ekanda gapni sababi ishkanda endi tushundim. Okay? Deb bo'lib Pauline yana deydi qarang. He telephoned the office yesterday morning and yesterday afternoon. He telephoned qarang. U telefon bergan deydi. Nega the office ishxonaga yesterday morning tunugin atgan. And yesterday afternoon va tunugin tushdan keyin deydi. Demakchi bu tunugin atgan, shundaqla tunugin tushdan keyin ishxonaga telefon berdi degan gap bu. Okay? My boss answered the telephone. Degan gap bu. Mening xo'jayinim javob berdi telefonga degan gap bu. Inglizcha mushtash ifodalandi bu. Mening xo'jayinim deydi, keyin ulabla xabarini deydi. Shirkatni, ya'ni mening xo'jayinim telefon demakchi, mening xo'jayinim javob berdi edi. Nimaga? Telefonga. Okay? Ya'ni mening xo'jayinim telefonga javob berdi degan gap bu. Qarsan nishadimi? Answered deb keladi. Odam biz answered deb degan. Answer deb degan. Kaynada ed yo'q edi. Ya'ni mundaq demakchi. Qarang. Odam biz answer deb degan. Unda bo'lsa, hozir abayqi gapdan nima xulosa chiqdi? Fe'llarning asl shakli, masalan, xuddi ustidagini telefon deb ko'rganimizdek asl shaklni. Kayniga din qo'shib qo'ysak, o'tgan zamon shakliga o'zgarib ketgandek, endi answer navbat keldi. Asl shakli qanday? Mushu. Hozir ko'ryapsizlar, answer. Buni o'tgan zamon shakli nima bo'lgan? ed ni qo'shimiz. Bunda bo'lsa, demak, har qanday fe'lning kayniga bevosita din bilan qo'shmaydi ekanmizda, u nimaga bog'liq? Masalan, telefon degan so'z qarsan, eng oxiri i bilan oxirlashgan. Shunga yana bir i ni qo'shib tushmaymiz. Dini bevosita qo'shib qo'yamiz. Ammo answer-chi i bilan oxirlashmagan bo'lg'achqa ed ni qo'shamiz. Demakchi, o'g'lim, mushundan ko'rib olgan bo'ldi. Agar fe'lning asli shakli i bilan oxirlashgan bo'lsa, dini bevosita qo'shib ekanmiz. Agar i bilan oxirlashmagan bo'lsa, ed deb qo'shib ekanmiz degan gap bu. Okay? Tushunishlikmi? Thus answered degan nima bo'ldi? Javob berdi bo'ldi. Javob bergan edi. O'tgan zamonning gapi bu. Ya'ni mening xo'jayinim javob bergandi telefonga. Ya'ni mening xo'jayinim telefonga javob berdi. Telefonni oldi demakchi u yerda. Inglizcha mishda deyramdi. My boss answered the telephone. Okay? Anankin Jane munda so'radi. What did your boss say to him? What did your boss say to him? Men bir gapni degandim, yodingizda bo'lsa. Yordamchi fe'l do ninki o'tgan zamon shakli did bo'ladi deb. Unda bo'lsa, hozirgi oddiy zamonda do deb ishlatsak yordamchi fe'lni. Masalan, yoki 3-shaxs so'qqasi does deb keladi-ku. O'tgan zamonda qanday bo'ldi ekan? Shu
do yoki does, did bo'lib o'zgaraydi. O'zgarish orqali qanday fe'lga ta'sir etmaydi. Asli fe'l qaysi majmuadagi? Say, deyish degan so'z shu asli fe'l shu. Ya'ni fe'l. Ma rasmiy fe'l degan gap-ku, ha? Yordamchi fe'l degan did bo'lsa, rasmiy fe'l qaysi? Say bo'ldi. Unda bo'lsa o'tgan zaman o'zgarish vazifasini shu yordamchi fe'l do ustiga ilib lam did bo'lib o'zgarib qanday asli fe'lni o'z asli shaklida saqlab qoldi deb tushunsak bo'ldi majmunda. Okay? Ya'ni what degan nima degan gap? Did your boss say degan nima bo'ldi? Sizning xo'jayiningiz debtu degan gap. Bu yerdagi debtu yoki didi deb o'tgan zaman tarixida olamiz-ku, ha. Sizning xo'jayiningiz nima dedi? To him uningga. Bu yerdagi bu jumlani biz o'tgan zaman dedik. Bundan bu jumlani o'tgan zaman qilayotgan nima? Yordamchi fe'l. Okay? Tushunishlik-ku. Xo'sh, shunda bo'lsa did qarablam o'tgan zamandagi bir o'y fikrni so'rab, bir ish harakatini so'rab o'tibdi ma savolda. Bu savolni savol qilgan, ya'ni o'tgan zaman zamonidagi, ya'ni o'tgan zamandagi bir savol altida saqlayotgani bu jumlani. Nima? Did. Ya'ni did bo'lmay do qolsa bu o'tgan zaman bo'lmay qoladi. Ya'ni ma'nisi bo'lmay qoladi uning-ku. Okay? Demakchi o'tgan zamonda ifodalash uchun mushu jumlani cho'qim yordamchi fe'l do yoki does, your boss degan sizdan xo'jayiningiz bir uchinchi shaxs va xiyridan va demakchi agar hozirgi oddiy zamon bo'lsa does bo'lib keladi. Demak does bo'lmay did bo'lishining sababini bildingiz, o'tgan zamon bo'lganligi uchun. Ya'ni o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini o'sha yordamchi fe'l ustiga ilib, say degan asli fe'l qanday o'z shaklida keldi demakchi. Okay? Xo'sh, shundan uzun gapning qisqasi, sizning xo'jayiningiz uningga nima dedi degan gap bu. Okay? Pauline javob berdi. He said. Qarang, he said. Bu said degan nima? Bu said degan amaliyotda sayninki o'tgan zaman shakli. Unda esa madusqimizga hozir yozamiz, qarang, ha. Xuddi telefonninki o'tgan zaman shakli telephoned bo'g'iniga o'xshash, answerning o'tgan zaman shakli answered bo'g'iniga o'xshash, sayning o'tgan zaman shakli qanday? Said. Bu sal o'xshamaydi da ustidagilarga ahvol. Nima o'xshamaydi desangiz, buningga bevosita d yoki ed qo'shilgan ahvol yo'q ekan, balki y ni ayga o'zgartirib bilib, undan keyin d qo'shil ekanmiz. Bu alayda bir ahvol endi. Fe'llar, bunda fe'llar jiq emas. Ko'pincha fe'llar ustidagi qoidaga bo'ysunadi. Ya'ni agar er bilan oxirlashgan bo'lsa, d ni bevosita qo'shib bilan o'tgan zaman shakliga o'zgartiramiz. Agar er bilan oxirlashmagan bo'lsa, ed ni qo'shib shu fe'lni o'tgan zaman shakliga aylantiramiz demakchi. Lekin men say degan qoida tushmaydi ekan. Ya'ni alayda bilib oldik ekanmiz. Okay, asli shakli say, o'tgan zaman shakli said deb, ya'ni didi demakchi-ku, yoki degan edi. Okay? Unda esa nima degan gap bu? Pauline'ninki gapi he said degani u dedi deydi. Nima dedi qarang. Pauline is typing letters and the malqa xo'jayinninki aslidagi gapi ma, aslidagi gapini ma yalan tirnoq ichiga ilib ifodalayotdi-ku. Demakchi asli holatda ifodalanayotgan majmua qarang. Pauline bo'lsa urvatdi xatlarni. Ya'ni Pauline xat urvatdi degan gap bu. Bilasiz, ha? Hozirgi davomlashayotgan zaman bu. Pauline is typing letters. Pauline shu topda xat urvatdi demakchi-ku. Okay? Is degan PPL, type degan PL, type ning kayni qanda ing agishib kelgan. Ya'ni BPL ning kaynidan bir PL agishib kelib, u PL ning quyruqida bir ing ba holatda bo'lganda hozirgi davomlashayotgan zaman bo'ladi. Ya'ni bu odamning demakchi o'g'ini ma xo'jayinninki. Pauline xat urvatdi demakchi, shu topda demakchi, hozir shu ish davomlashayotdi demakchi. Shunga hozirgi davomlashayotgan zamanda ifodalandi demakchi-ku. Deb bo'lib, she can't speak to you now. She can speak, agar can't emas can bo'lgan bo'lsa qila oladi degan ma'no oladi. Ma'no oladi. Masalan, she can speak degan u so'zlasha oladi degan bo'ladi, degan gap bo'ladi. Agar she can't desakchi, can't degan amaliyotda cannot minki qisqartirilib ham atilishi-ku. Cannot qisqartib can't deymiz. Demakchi, she can't speak degan u so'zlasha olmaydi degan gap. So'zlayolmaydi.
kimga to you sizga, ya'ni u sizga gap qilinmaydi demakchi u. Now hozir, ha. U hozir sizga gap qilinmaydi degan gap bu. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, Pauline yana gapini davomlashtirib bunday deydi, qarang, ha. Then I arrived home at 6 o'clock yesterday evening. Bu cümleni men o'zingizga berma qarashqa 20 sekund bakcha 10 sekund vaqt bermay qarang. Bu yerdagi Pale'ninki qaysi shaklda kelayotganligini bir qarab chiqing. Pale arrive. Okay, qaradingiz ha? Arrived degan nima amaliyotda arrive ning o'tgan zaman shakli. Demakchi, men bir yozib olsam, do'stimga bayqadika qarang. Arrive degan asl shakli o'q Pale'ninki, yetib kelish degan gap. Arrived bo'lganda yetib kelgan edi, ya'ni o'tgan zaman shakli bo'ldi. Bu qandoq? Kayniga d harfini qo'shish orqali yasaladigan Pale ekan, oson ekan bu. Arrive, asl shakli arrived, o'tgan zaman shakli. Demak, o'tgan zaman ma'nosidagi o'y fikrni albatta Pale'ning o'tgan zaman shaklini ishlatib ifodalaydi bu. Hozirga qadar tushunishlik bo'ldi bu tarafi, ha. Qarang, then degan andin degan gap bu. I arrived home. Men yetib keldim uyga dedi. At 6 o'clock, soat 6da dedi. Yesterday evening, tunugun kashqurun. Eveningni kashqurun deb bilgan tuqqu. Yesterday evening degancha tunugun kashqurun degan gap bo'ldi. Unda bo'lsa, then I arrived home at 6 o'clock yesterday evening menda tushunamiz. And then men tunugun kashqurun soat 6da uyga yetib keldim degan gap bu. Okay? Ya'ni o'zim tunugun kashqurun soat 6da uyga yetib kelganligini albatta o'tgan zaman bilan ifodalab beryapti. Arrived deb yetib kelgan endi. Yoki yetib keldim. Okay? Develop, he telephoned again dedi. U telefon urdi yana dedi. Telephoned again. Okay? U yana telefon urdi dedi. But I didn't answer the phone. But degan lekin I didn't answer degan men javob bermadim degan gap bu. Mayada yordamchi Pale did yana kelyapti. Men didn't degan amaliyotda did not ni qisqartib ham olgan yeri bu. Unda bo'lsa did not degan qilmadim degan gap. Nimani qilmadim demakchi answer. Javob berishni qilmadim. Ya'ni javob bermadim demakchi inglizcha mishda ifodalanadi. Ya'ni bo'libmi o'tgan zamanda ifodalangan inkor jumla bu. Ya'ni javob bermadim degan gapni mesela I didn't answer deydi demakchi. Okay? Ya'ni I didn't answer. Nimani? The phone, telefonga. Ya'ni men javob bermadim telefonga. Lekin men telefonga javob bermadim. Telefonni olmadim degan gap bu. Inglizchada mustaqil I didn't answer the phone. Men telefonni olmadim. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, Jane da so'radi. Did he telephone again last night? Did he telephone degan u telefon berdimi degan gap bu. Okay? Did he telephone again? U telefon berdimi? Qachon? Last night, oqshom. Ya'ni tunugun kech degan gap bu. Abiyam yesterday evening ning gapini qilayotgandi. Endi last night bo'ydi. Demak, ingliz tilida endi mishasi sal odamni qaymoqtirdi, lekin bir ansongiz bilib olasiz. Tunugun kashqurun deganni yesterday evening deymiz. Tunugun cash deganni-chu yesterday night desak bo'ladi. To'g'risi last night. Last degan eng oxirgi degan ma'nosi bor. Demakchi eng oxirgi oqshom degani shu. Hozirga nisbatan eng oxirgi oqshom tunugun oqshom bo'ladi, ya'ni tunugun cash bo'ladi. Hozirga nisbatan eng oxirgi cash, ya'ni tunugun cash demakchi. Ingliz tilida tunugun cash degan mustaqil ifodalaydi. Last night. Yesterday night demaydi asosan. Okay? Yesterday night ismi bo'ladi-ku. Aslida o'ylig'ingiz bo'yicha masalan yesterday evening tunugun kashqurunni yesterday evening deydi ekanmiz. Bundan tunugun cash nimishki yesterday night demaymiz deb o'ylab qolsangiz, to'liq afsus javob sizning bu savolingizga. Yesterday night deb o'tamay last night deb oladi demakchi. Okay? Ya'ni eng oxirgi kecha deb. Hozirgi nisbatan eng oxirgi kecha qaysi kecha? Tunugun kecha ku. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, did he telephone again last night degan nima?
u akşam yani tünün kecha qayta telefon berdimi degan gap. Bu jumladagi telefon berdimi deb o'tgan zamonda ifodalashga sababchi bo'layotgan jumladagi muhim so'z, eng muhim so'z qaysi? Yordamchi fe'l did. Okay? Ya'ni o'tgan zamonda ifodalangan bir ish harakatni yordamchi fe'l did bilan ifodalayapmiz demakchi. Ashta qildimi deb. Nimani qildimi? Telefon berishni qildimi demakchi. Okay? Did he telephone again last night? U akşam yine tünün keşke qayta telefon qildimi? Pauline deb javob berdi. Yes, he did. Yani yes, he did degan xuddaligi uzun gapni qilib o'tmay, ha shundoq degan gapga tang bu, ha? Yani yes, he agar to'liq degan bo'lsa bu jumlani he telephoned again degan bo'ladi. Yoki he telephoned again last night degan bo'ladi. U akşam yoki tunigacha yana telefon berdi degan bo'ladi. Agar to'liq degan bo'lsa, he telephoned again last night deb. Uni to'liq deyishning hojati yo'q-ku. Ha, ashta qildi deb yes he did deb lam elvatdi demakchi. Okay? Albatta qisqartirib desak yes he did deymiz. Yes he did deb to'xtaymiz. Agar to'liq desak didning lozimi yo'q. He telephoned again last night deb fe'lni ishlatgandan demakchi yordamchi fe'lning lozim bo'lmaydi. Bu bayon jumla yodingizda bo'lsin, ha. Chiqdidik bu gapni, ha. Deb bo'lib he telephoned at 9 o'clock deydi. U telefon berdi soat 9da. Bu jumla bir tushunishlik, ha. Desa Jane nima deydi? What did you say to him deydi. What did you say degan bu sen nima deding degan gap bu. Did you say, ha? O'tgan zamondagi bir ishni so'rayapti. Ya'ni savoldan birini o'tgan zamonda so'rayapti demakchi. Qanday so'rayapti? What did you say deb. Sen nima deding deb. Yoki siz nima dedingiz? To him uningga. Siz nima dedingiz uningga degan gap bu. Okay? Yana desam, yana shu bu jumlani savol jumla qilayotgan nima? Yordamchi fe'l didninki ega you ning oldiga o'tilishi. Okay? Savol belgisidan boshqa demakchi. Anonkin what degan savol so'zi bor. Bu jumlani savol jumla qilayotgan amaliyotda 3 narsa. Birisi savol belgisi, yana birisi what degan nima degan so'z bilan boshlanishi bu jumlaniki. Yana birisi yordamchi fe'l didninki ega you ning oldiga o'tilishi. Demakchi yordamchi fe'l ega ning oldiga o'tib savol jumla bo'ladi-ku. Malani esimizda tutaylikmi? Mana bir aslatib o'tadigan bir gap endi sizga. Ya'ni what did you say to him? Siz unga nima dedingiz? Pauline javob berdi. I said, men dedim deydi. Said degan nima? Sayning o'tgan zaman shakli. Ha, men degandim yoki dedim degan gap bu. O'zim nima deganligini o'z tepda deb turibman, tirnoq ichida qarang, yolg'on tirnoq ichida asli gapini deb turibdi qarang. This is Pauline's mother. Bu bo'lsa Pauline'ning opasi, ya'ni Pauline'ning keyindagi pash asli ning degan ma'nosi bor. Yordamchi fe'l BPL is emasmi? Ha. Demakchi, bu bo'lsa Pauline'ning opasi deydi. Bu bo'lsa degani mana shu telefonda gap qilayotgan adam degan gap. Ingliz tilida ashta deydi. Masalan, bu palonchi deydi. This is masalan this is Ahmad yoki this is Alim yoki this is Tom deb bunda deydi. Men palonchi deganni telefonda, okay? Telefon qarashtirib elib kim bo'lasiz deb so'raganda who are you deb so'ramaydi-ku. Who is it deb so'raydi. Who is it? U kim deb, ya'ni gap qilayotgan kim deb demakchi. Undan qarashtirib this is Tom deb javob berdi demakchi. Bu Tom deb javob berdi. Hargizmi men Tom deb Uyg'urchada Uyg'ur tilida qanda siz kim? Men falonchi deb bunda deymiz biz. Siz men deb shiltdi. Ingliz tilida bu u deb shiltdi telefonda demakchi. O'zini ko'rmagandan keyin ovozga qartib so'raydi demakchi. U shu gap qilayotgan kim deb demakchi. Okay? Ya'ni uzun gapning qisqasi this is Pauline's mother deganimi? Bu Pauline'ning opasi deydi. Ya'ni gap qilayotgan demakchi. Deb bo'lib please don't telephone my daughter again. Don't telephone degan telefon qilmang degan gap. Agar telefon desak telefon qiling degan bo'ladi. Don't telephone degan nima? Telefon qilmang degan gap. Buni bilamizmi? My daughter again. Mening qizimga qayta deydi. Ya'ni mening qizimga qayta telefon qilmang degan gap. Please ni qanday? Nima deb olamiz? Qizraqlikda takalluf ma'nosi takalluf furg'ini singdirasakli bo'ldi bu gapga. Ya'ni mening qizimga qayta telefon qilmasangiz o'tdi-ku degandekchi. Okay?
Albatta ovozini o'zgartirib opsining ovozida deydi u bu gapni biz qarashtirib ishonmaydi yani I said men dedim this is Pauline's mother please don't telephone my daughter again dedim demoqchi okay andan ishindi o qarashtirib qaranglar ko'zlar chaqchiyib ketdi erning 6 rasmini qarasangiz xo'shunda olsa bu Paulinening opsi gap qo'ygan demoqchi mening qizimga endi telefon qilmasangiz bo'pti ekan yana qayta dedim dedi bu I said men dedim okay andan bu gapga Jane nimdab inkas qaytdi bunda so'radi Jane qarang did he telephone again u yana telefon qildimi deb so'radi Pauline nimdab javob berdi no he didn't ya u qilmadi amaliyotda no he didn't telephone again degan gap qisqartirib no he didn't deblar olamizku okay xo'sh shunda olsa dialog mushu dialog savoldoshlar bir narsani deb qo'ysam mushu telefon ya'ni pel o'rnida ishlatgan telefonning o'rniga qanday amerikaliklar call deb oladi dedim-ku masalan boshdan bir qatim shu yerni bir deb bersam qarang ma birinchi jumlada yo'q u gap ikkinchi jumlada yo'qmi uchinchi jumlada qarang he telephoned me 4 times yesterday and 3 times the day before yesterday degan jumladagi telephoned ning o'rniga called deb olsak bo'ladimi deyapman albatta bo'ladi demakchi amerikaliklar shunaqa ishlatadi okay masalan he telephoned me deb o'tmaydi he called me deb call degan telefon berish degan ma'nosida dedim call asli shakli bo'lsa called bo'lsa o'tgan zaman shakli bo'ldi degan gap qo'shimda olsa mushu he telephoned me deganning o'rniga amerikaliklar qanday he called me deb oladi demakchi ma kitob angliyalik odam tuzgan kitob bo'lg'achqa angliyacha olgan jumlani men tushunaylik agar amerikalik tuzgan bo'lsa he called me 4 times yesterday and 3 times the day before yesterday deb oladi demakchi bu birsi yana birsi ma jumla he telephoned the office yesterday morning and yesterday afternoon deganmi amaliyotda telefonning o'rniga called ni olsak he called the office yesterday morning and yesterday afternoon deb olgan bo'lamiz amerikancha desak ma gap okay andan keyin ma jumlalar yo'q ekan ma jumlalar bor ekan qarang Pauline'ningki masalan then I arrived home at 6 o'clock yesterday evening and then men tungi kechqurun soat 6 da uyga yetib keldim dedi deb bo'lib ma gapni dedi he telephoned again u yana telefon berdi dedi bu yerga amerikancha deymiz he called again deymiz demakchi okay andan keyin Jane nima so'radi did he telephone again last night bu yerga amerikancha desak telefonning o'rniga call ya'ni asli fe'l shakli call called emas call ne asli shaklini demakchi fe'lniki ishlash shakli bo'ldi bizda did he call again last night yes he did he called at 9 o'clock desak bo'ldi demakchi andan keyin ma jumlada please don't telephone my daughter again amerikancha desak nima bo'ladi please don't call my daughter again bo'ladi demakchi oxirida Jane'niki did he telephone again degan gapni did he call again deb olsak bo'ladi amerikancha demakchi okay xo'sh shundan so'ng bu yana yetarli emas o'g'illar mushu videoni kayniga yondirib yana bir qatim ko'rib chiqsangiz arziydi o'zingiz ayrim yezib o'qib yodlab olsangiz texi yaxshi okay undan so'ng biz qanday qilamiz odatimiz bo'yicha savolga javob beraylik qarang how did Pauline answer the telephone at 9 o'clock ya'ni Pauline soat 9 da telefonga qanday javob berdi degan gap qo'yadi telefonni qanday oldi deb olsak bo'ldi bu javob she answered unda mushtash badlaymiz masalan qo'shtirnoqning ichiga masalan asl degan gapini elib bundoq ifodalasak bo'ldi-ku she answered degan u javob berdi nima deb qarang this is Pauline's mother deb bo'lib please don't angliyacha desak telephone my daughter again deymiz amerikancha desak please don't call my daughter again okay demakchi mushtada javob berdi desak to'g'ri bo'ldi mana sal ustiga suribdi ya okay ko'rinishga ko'rkamlik ko'rindi xo'sh shunda olsa men bergan javobini yalong xat nusxasida olsak okay mana
endi ko'rinishga rohatroq bu qarang. Bo'lmasa charchib-achib emirsimir bo'lib ketadi. Sualni ham bir qatim tushunib olsak, how did Pauline answer the telephone at 9 o'clock? Pauline soat 9da telefonni qanday oldi yoki telefon qanday javob berdi degan gapga menda javob berdi ekanmiz. She answered, bu javob berdi. This is Pauline's mother. Bu Pauline'ning opasi. Please don't call my daughter again. Mening qizimga qayta telefon bermasangiz bo'pti ekan. Okay? Xo'sh, bo'lsa, bu tushunishli bo'ldi. Endi biz nima qilamiz savoqdoshlar? Endi albatta shu darsningki mashq darsi, ya'ni to'liq faxrlansangiz bo'ldi o'zingizdan. Bugun qandaq kitobning qap o'ttirisiga keldi. Kelarki darsdan boshlab, keyingi darsdan boshlab demakchi, endi o'ttirqi nuqtasidan qandaq o'tishga boshlaymiz. Kitobning keyingi yerimiga o'tamiz demakchi. Demak, men 72-dars kitobning oldingi yeriminingki eng oxirgi darsi. Okay? Demak, o'ttirdan ikki bo'linadigan yerga keldik hozir. Xo'sh, lesson 72 amaliyotda 144 dars demakchi o'ljami. 72 kirgan 144ninki naq yerimiga. Okay? Demakchi 72-dars avvalgi 71ninki mashqi albatta. Nimani mashq qilamiz desangiz, amaliyot qarasangiz. Jumla shakli temasi. When did you siz qachon mudamda qildingiz degan gapgan bu. Bosh o'rin qandaq nurg'un fe'llarni barsakli bo'ldi-ku, qarang. New words and expressions dicho yo'q. No new words today. Bugun yangi so'z yo'q dedi. Lekin kon so'zlarni o'rganamiz, lekin kon so'zlarmi yangidak tuyuldi. Hozir bilasiz nima shunda deydiganlarni qarang. Jumla shaklini ham bir aslab olsak, when did you bizimiz qachon mudamda qilgandingiz? I mudamda demakchi javobi. Men buni falan ishni munda qilgandim deb javob berdi demakchi-ku. Xo'sh, shunda bo'lsa bu gap sal mujmal tuyuldi savoqdoshlar. Biz amaliylab shu kitobning o'ziga ham kelsak, shu og'zaki mashqlar qarang. Og'zaki mashqningki birinchi bo'ligida bunda deb qarang. Qadachini ko'rdingiz. Mala shu har xil, har yangi vaqtlarningki bo'libmi, bugun, tunugun, ulishgun deganlarningki ifodalanishi qarang. Today qarang. Bugun kategoriya bugunning kategoriyasi. Undan so'ng bugunningki o'xshamagan 4 vaqtini qanday deymizki qarang. Birinchisi this morning. Bugun deganni mushta deymiz inglizchada. This morning deb. Hargizmi today morning demaymiz. Uyg'urchada bugun degan deymiz. Uyg'urchalar o'ylab today morning deb sanmang, hargizmi xato. Today morningning o'rniga nima deyotganmiz? This morning, ya'ni bu degan, ya'ni mush degan deganimiz shu bugun degan deganimiz demakchi. Okay? Xo'sh, nasa bugun tushdan keyinchi this afternoon, ya'ni mushu tushdan keyin yoki bu tushdan keyin deb olganmiz. Okay? This evening o'xshash. Hargiz today evening demaymiz. Abayqani this afternoon, today afternoon demagandaklar. Okay? Xo'sh, nasa bugun degan bugun tushdan keyin bugun kechqurun deganlarni this morning, this afternoon, this evening deydiganmiz. Xo'sh, bugun kechini uchun bo'lsa today night demdoq yo'q, tonight deb ayrim ataymiz. Manda o'xshamaydi demakchi. Okay? Mana ishimiz tushunib turadi. Bugun aytganda this morning, bugun tushdan keyin this afternoon, bugun kechqurunni this evening deymiz. Bugun kechani this night deb o'tamiz balki tonight deb ham elitimiz. Okay? Yesterday chundas tunugunninkini ma oldiki 3 vaqtni yesterdayga qo'shib deymiz. Yesterday morning tunugun ekan. Yesterday afternoon tunugun tushdan keyin. Yesterday evening tunugun kechqurun. Ammo tunugun kech deganni abaydidoq last night, eng oxirgi kecha deb ataymiz. Last degan eng oxirgi degan gap, ya'ni eng oxirgi kecha. Ya'ni bugunga nisbatan eng oxirgi kecha qaysi kecha? Oqshomgi kecha qo'y, ya'ni tunugun kech qo'y. Shuni demakchi. Last night tunugun kech, okay? Unda olsa the day before yesterday mindidoq abiyam ulishgun degan to'q. Ingliz tilida shunda 4 so'z bilan ifodalanadi degan to'q qo'y. Unda olsa tunugun deyimda ulishgun degan shu so'zni the day before yesterday desak, ulishgun deganni cho'qaram. Night murakkablashib ketdi bu gap. The day before yesterday deb anankin in the morning deb undamiz. Kudingizmi night qashalanmikan biz Uyg'ur tilida ulishgun degan deb ikki so'z bilan ifodalasak, inglizchada bu gapni 1 2 3 4 5 6 7 so'z bilan ifodalaydi ekan. Qarang. The day before yesterday in the morning deb. Amal yo'q. Mushni mushbet degan bo'lsak bo'lmaydi. O'lik bilib chiqishlik narsa ma'lum. Buningda masalan
Bunun da başka çare yok demekçi. Okay? Daha sonra ülüşkün düştün keyin neço? The day before yesterday in the afternoon. Ülüşkün keş kılınmışo the day before yesterday in the evening. Daha sonra ülüşkün keşnin deyimiz karam. The night before last. Ama şu sal alaydırak üstüdeki üşük qaraganda. Sal oxşmaydı. Bu nimege yaqinroq desangız men last night sal yaqinroq qarang ha. Last night degan tunugün kechi bo'lgandi. Ülüşkün keçini şu the night deb aşı kecha deb before last degan şu before degan oldidagi degan gap last degan eng oxirgi. Eng oxirgining oldidagi kecha degan şu eng oxirgi kecha degan şu tunugün kecha. Demek onun oldidagi kecha şu ülüşkün kecha demek şu ingliz tilida qaşılan ataydı qarang. The night before last degani şu eng oxirgisining oldidagi kecha deydi. Eng oxirgisining oldi degandagi eng oxirgi degani şu eng oxirgi kecha, ya'ni tunugün kecha demekçi. Gapni tushunishdi-ku? Okay? Xo'sh, unda olsa mushu so'zlarni ishlatib, abay degandek mana bu darsning temasi qandaq? Mana mashq darsining temasi when did you qachon bundan qildingiz degan jumlaga masalan mushu vaqt so'zlarini ishlatib javob berar ekanmiz, qarang, ha? Unda olsa when did you degan siz qachon bundan qildingiz degan jumla shaklida. Unda amaliyot bu bir fe'li kam kelayotgan fe'li yo'qolib qolgan jumla bu. Unda fe'lni salayli saplayli boshunga. Ma did degan yerdan fe'l bu. Haqiqiy fe'l emas. Buningdan belgilanmaydi bu jumladan nima qilmoqchi. Masalan, nimani qachon qilmoqchi bo'lganligidagi nimani qilmoqchi bo'lganligini belgilanmaydi ma'nodan. Fe'l olmag'achqa demak. Shunda fe'ldan birini saplasak, masalan, qarang, birinchisi qarang, aired degan yodingizda bor. Hava almashtirishni air deydik. Hava almashtirgan ti bo'lsa, o'tgan zaman shakli bo'lgan bo'lsa, nima bo'ldi ekan? Aired. Ya'ni air degan hava almashtirish, asl shakli fe'lning aired degan shu hava almashtirishning o'tgan zaman shakli. Okay? Unda bo'lsa, ma savol jumlaga ma bo'shunga saplasak shu air degan so'zni air qilib saplandik yoki aired qilib kaynida ed ba'let saplandik. Albatta asl shaklini saplaymiz. Men dedim-ku, o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini qanday yerdan tushib ustiga olgan bo'ladi. Fe'l bo'lsa asli yana haqiqiy fe'l bo'lsa asl shaklda keldi degandim-ku. Shu gapga asosan when did you air nima? Asl shaklda keldi fe'lning air deb. When did you air, ya'ni siz qachon havasini almashtirgandingiz? Yana bir nima kam nimaning? Uyning. The room, ya'ni do'stkamga yozsam bu gapni qarang. When qachon, did you air the room desak to'g'ri bo'ldi-ku. Siz qachon uyning havosini almashtirgandingiz degan gap bu, tushunishdi-ku. Bu jumlani o'tgan zaman qilayotgan nima? Bu jumlani o'tgan zaman qilayotgan nima? Qaysi so'z? Did. Ya'ni yerdan chiqib do'ning o'tgan zaman shakli bo'lgan did. Tushunishlik bu gapni deb bo'ldimi? Unda olsa siz uyning havosini qachon almashtirgandingiz degan mushtadaymiz endi o'zida. Unda olsa buningga javoban masalan biz akşam demek olsak, yani tünelin keş demek olsak ne dep cevap vermez. Qarang, I aired almashtirgan temda miyada hamda fe'lning asl shaklini ishlatamiz. Sualda demakchi o'tgan zaman shaklini ishlatamiz, kechiring. Sualda asl shaklini ishlatgandik. Sababi o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini yerdan chiqib ustiga olib qo'ygandi. Ya'ni do did bo'lib o'zgarib qo'ygandan keyin fe'l asl shaklda keldi, aired. Ama bayan cümlede o yerden fe'lning oldida mesela qapqan bo'lib fe'lni qo'g'dab turadigan deylik, mesela o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini ustiga oladigan yerdan fe'lning lozimi yo'qmi degan bayan jumla. Shuning uchun fe'l o'zi hamda o'tgan zaman shaklida kelmasa bo'lmaydi. Buni tushunishdi-ku? Okay? Ma bayan jumlada demakchi fe'l azroq peshonasidan ta'sir qiladi, yana azroq javob atadi. Savol jumla bilan inkor jumlalar qanday? Asli fe'l demakchilik haqiqiy fe'l undaq javob atib yurmaydi. Asl shaklda keldi, qo'lni qo'shtirib qo'yib, asl shaklda chiqdi dedim-ku. Shu gapning ma'nosi mishadi. Xo'sh, unda olsa, uzun gapning qisqasi men tunugin kesh o'yining havosini almashtirdim degandan nima deymiz? I aired
the room last night deb javob beramiz. Majumla bak tushunishli qo'y. Men aired ovozini almashtirgandim. The room o'yning last night tunugin kecha. Ya'ni men tunugin kecha o'yning ovozini almashtirgandim degan gap. Savolga berilgan naq javob bo'ldimi bo'lmadimi? Albatta bo'ldi, qarang. When did you air the room? I aired the room last night. Albatta qisqartirib last night deb aytsak bo'laverdi. Okay? Ya'ni siz qachon o'yning ovozini almashtirgandingiz tunugin kecha deb javob bergan ishim bor. Okay? Yoki hozir degandek I to'liq deymiz desak I aired the room last night deymiz. Xo'sh, unda bu birinchisini tushunib olgan bo'lsangiz, demakchi men hozir savolni tuzab berdim, savolni tuzab berdim deganim mayadagi bo'sh o'ringa fe'lni sapladim, undan kam so'zlarni yana to'liqladim, undan javobini berdim. Javob berganda last night degan vaqt so'zini ishlatdim. Unda qanda qog'ozlarni ishlay olasiz, shu bo'yicha albatta ishlay olasiz. Men qog'ozlarni undaq ayrim ishlab o'tmayman, chunki men ishlab bersam sizga qildigan ish qolmay qoladi. Sizning ozroq ta'chiqish kerak. Demakchi, birinchisini tushungan bo'lsangiz, qog'ozni o'zingiz ishlab bering, og'zaki. Okay? Men faqatla fe'llarning asl shakli bilan o'tgan zaman shakllarini datli o'tib ketmay qog'ozni o'zingiz qilasiz, okay? Xo'sh, unda second picture, ya'ni ikkinchi rasmda nima deydi? Cleaned deydi. Tozalash, pokizlash degan gap bu. Ya'ni oyoqlarini tozalagandan gap bo'lmaydi. Mana shu kabi oyoqlarni pokirib o'tib qarang. When did you clean your shoes? Sizlar qachon oyoqlaringlarni pokizlagantinglar yoki surtgandinglar? Javob: We cleaned our shoes. Masalan, vaqtdan birini desak, masalan, the day before yesterday in the afternoon. Ya'ni o'lish kunchidan keyin demakchi u, okay? We cleaned our shoes the day before yesterday in the afternoon. Okay? Undan sonra üçüncü rasmni men tezli deb o'tib ketman, to'rtlarni mana shunday bayqidagi jumlalarni men tuzmayman, o'zingiz tuzaysiz endi, okay? Undan sonra opened, ya'ni openni o'tgan zaman shakli. Cleaned degan cleanni o'tgan zaman shakli bo'lgandek. Tozalashni o'tgan zaman shakli cleaned. Open, ya'ni ichishni o'tgan zaman shakli opened. Sharpen, ushlash, qalamni ushlash qartilgan. Okay? Sharpened deb o'tgan zaman shakli. Ya'ni sizlar qachon qalamlaringlarni ushlagantinglar deb so'rash kerak bu savolni. Javob: biz qalamlarimizni masalan falonchi vaqtda ushlagan to'xtab vaqtning xohlagan birisini desak bo'ladi, okay? Undan 5-chi rasm turned on. Turn on bo'lsa, ed bo'lmasa asl shakli bo'lgan bo'ladi. Turned on bo'lgandan keyin o'tgan zaman shakli bo'ldi. Ma'nosini bilasiz, ha? 6-si listened deb. Listen bo'lsa asl shakli. Listened degan o'tgan zaman shakli. Boiled degan boilni o'tgan zaman shakli. Arrived degan arrive ni o'tgan zaman shakli. Played degan play ni o'tgan zaman shakli. Stayed degan stay ni o'tgan zaman shakli. Shaved degan shave ni o'tgan zaman shakli. Masalan, shuni bir misol olib bersam, ko'nglim unimida qarang. When did you shave? deb so'raydi-ku. Yoki men yozsam, qarang. When did you shave? Qachon soqolingizni ag'antdingiz degan gap bu. Shave ni soqol ilish degan ma'nosi bor dedi. Shu bu yerda soqol degan so'z qanday deyishning hojati yo'q. Shave degan so'zning o'zida o'sha soqol degan so'z bor. Ya'ni shave degan soqol ilish degan ma'no bildirdi demakchi. Ilish degan ma'no bildirib qolsa, soqol degan so'z lozim bo'ldi mishada. Unda o'ylashning hojati yo'q. Shave degan shu soqol ilish. Ya'ni when did you shave? Qachon soqolingizni ag'antding deb olamiz. Tarjima qilganda. Javob: I shaved, masalan, this morning. degan gap bu. Okay? Nimishqa ma savol jumlada shave deb asli shaklda keldi, buni men tushunmayman deb bo'ldim, ha. Nimishqa bayon jumlada shaved deb o'tgan zaman shaklda keldi, buni men tushunmayman, ben tushundirib qo'ygan. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qayta ko'rsangiz bo'ladi bu videoni kaniga sal yandirib, okay? 12-si climbed, ya'ni daraxtga yamishqo. Climb ni o'tgan zaman shakli. Telephoned, telefon ni o'tgan zaman shakli. Call degan ma'noda doktor chaqirish qartilgan endi. Okay? Demakchi call the doctor. Demakchi savolga solsaq, ustidagi savol jumlaga solsaq, when did you call the doctor? Siz doktorni qachon chaqirgandingiz degan gap bu. Javob: I called the doctor this afternoon. Bugun tushdan keyin chaqirgandim. Okay? Emptied degan empty ni o'tgan zaman shakli. Faqat bir
bilib bilishlik tegishli narsa mishadiki. Quruqdash degan gap bor, sevatni quruqdash degan gap bor. Sevatlanishlik axlatni to'kib o'tish degan gap bor. Ya'ni fe'lning asl shakli empty bo'lgan bo'lsa, uni o'tgan zaman shakliga o'zgartganda qanday empty qilib y ni I qilib o'zgartirib, undan keyin ed qo'shilgan ahvol bormi? Tushunishlikmi? Shunda bo'lgandan keyin empty degan shu yerdan kelgan demakchi. Nima ish qilib I ed bo'lib qoldi, empty degan y bilan oxirlashadigan so'z to'g'ri desangiz, ki to'limi kechiring. Bu fe'lni o'tgan zaman shakliga o'zgartirish uchun o'sha y ni I ga o'zgartirib, undan keyin ed qo'shamiz. Okay? Xo'sh, shunda og'zaki mashqlarmishlar, savodashlar. Endi sizlar bilib ketdingiz. O'tgan zamondagi fe'llarningki ishlatilish usulini yoki ishlatilish ahvolini. Okay? Endi biz 72-darsningki og'zaki mashqni o'tib ketdik qanday yozma mashqlarni ko'rib o'taylik. Qarang, written exercises, yozma mashqlar. A. Complete these sentences. Majumlarni to'liqlang degan gap bu. Qarang, example nima deydi? She is airing the room now. U uyning havosini almashtiryapti hozir degan gap bu. She is airing the room now. Nima ish qilganini deb ham bo'ldi bu gapning nima ish unda deb degan ma'no oldiganligini biz tushunamiz a. Hozir davomlashayotgan zaman uzun gapning qisqasi shuning uchun. Okay? U hozir uyning havosini almashtiryapti degan gap ku. Xo'sh, shunda bo'lsa, buni bunda o'zgartirganmiz qarang a. She aired it yesterday. Aired deb fe'lning o'tgan zaman shaklini ishlatdik. Ya'ni u uni tunigan almashtirgan deb. Ya'ni u uning havosini tunigan almashtirgan demakchi. Bugun tushunishdik-ku. Unda asmishadiki havo almashtirgan havosini almashtirgan degan fe'lning qanday o'tgan zaman shakli kelyapti. She aired it. It degan shu uy demakchi. The room demakchi. Miyada oldida the room degandan keyin kaynida yana the room deyishning hojati yo'q-ku. It desam bo'ladi-ku. Tushunishdik-ku? Unda qo'shib desak bu ikki jumlani oldi-kayni qilib. She is airing the room now deb bo'lib. She aired it yesterday deydi. Nima degan gapni bog'lasak, u hozir uyning havosini almashtiryapti deb bo'lib, u tunigan uning havosini almashtirgan demakchi, shuni hozir yana almashtiryapti degan gap chiqdi-ku. Yaqin tushunishdik-ku? Okay, unda bo'lsa, qolgan 4ni ishlay olamiz, albatta ishlay olasiz. Bo'pti, men birini ishlab turmay qarang, to'rtinchisini ishlab turmay. We are enjoying our lunch. Biz o'zimizning tushlik tomog'idan huzurlanyapmiz degan gap bu. Okay? Unda bo'lsa, ma boshlangan nima to'ldiramiz? Enjoyed. Enjoyning kayniga ed ni qo'shib to'ldiramiz. Ya'ni biz tunugunmi undan huzurlangan deb to'ldiramiz demakchi. Oldingi jumla biz tushlik tomog'imizdan huzurlanyapmiz degan gap. Keyingilar biz tunugunmi undan huzurlangan deb elvatdi demakchi. Shu topda huzurlanayotganimizni we are enjoying our lunch deb oldik-miz. Tunugunmi huzurlangan idoqni enjoyed deb. Ya'ni aslidagi enjoy degan so'zning keyiniga ed ni qo'shib o'tgan zaman shaklida oldik-miz demakchi. Mavak tushunishlik bo'lib ketdi ham. Buning tushunishlik bo'lmaydi-ku. Qolganini o'zingiz ishlang, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa B mashq qarasak, write questions and answers. Yozinglar savollarni va javoblarni deydi. Nimaga asosan qarang, example'ga asosan, ulgiga asosan qarang. Berilgan so'zlar she aired the room yesterday. She degan jumlaning egasi bo'ladi albatta. Air the room degan harakat, uyning havosini almashtirish degan gap. Yesterday degan tunugun degan gap. Unda esa bulardan bir savol bilan bir jumla javob jumla tuzayotganmiz qarab. What did she do yesterday? U tunugun nima ish qildi degan gap qo'y. Javob she aired the room yesterday. U tunugun uyning havosini almashtirdi degan gap. Bak tushunishlik bo'lib ketdi, buningdan tushunishlik bo'lmaydi. Men qolganini sizlar zavirlarga tushuntirib qo'ygan. Unda aslida 9-sini ishlab bermay qarang, 9-si. What berilganini o'qib o'taylik boshda. She telephoned her husband that yesterday evening dedi. Xo'sh, shunda olsa, endi tuzaymiz. What did she do yesterday? U tunugun nima ish qildi deb tuzayotganmiz bu. Javob she telephoned her husband. Xo'sh,
what did she do yesterday emas, what did she do yesterday evening deb so'rayotganmiz. Yesterday evening unutqapman kechiring ha. Savolni yana bir qilib desam, what did she do yesterday evening? Javob, she telephoned her husband yesterday evening. Yoki telephoned o'rniga called deb olsak bo'ldi amerikancha. She called her husband yesterday evening. Ya'ni o'tunigun kechqurun nima ish qildi? O'tunigun kechqurun yo'ldishiga telefon berdi degan gap bu. Okay? Qolgan ishlarimiz albatta ishlaymiz, cho'qim ishlar. Azroq pishondan ta chiqmasa o'zingizdan bo'lolmaydi ma bilim. Okay? Xo'shindas ashtadatlar qandaq biz yana at ko'rishaylik degan yerga kelib qoldik. Ko'p rahmat. Savoqdoshlar, atki darsimiz sal o'xshamaydi. Ideyangiz tayyorlik bo'lsin. Nihoyat xush bo'ldim. O'zingizdan faxrlanishingiz kerak sizmi? Bundaq bir o'zingizga bir mukofot berib, bir mana demakchi, umringizga bundaq yenik urib qo'ysangiz bo'ldi. Yaraysan jimo deganlarchi. Okay? Xo'shindosi biz keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.